Energetika tarmog'ida infratuzilmani izchil modernizatsiya qilish ishlari davom etmoqda. Amaldagi obyektlarni yangilash, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini oshirish, tarmoq faoliyati samaradorligini yuksaltirish hamda aholi va sanoat tarmoqlarini barqaror elektr ta'minoti bilan ta'minlash imkonini bermoqda. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi Farg'ona issiq elektr markazida ham navbatdagi modernizatsiya jarayonlari amalga oshirilmoqda. Farg'ona viloyati aholisi hamda sanoat korxonalarini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'liq qoplash maqsadida davlatimiz rahbarining tegishli qarori asosida Farg'ona issiqlik elektr markazida 7 megavat hamda 17 megavat jami 24 megavat quvvatga ega yuqori samarali kogeneratsion gaz turbina qurilmalari xizmat qilib kelayotgan edi. Markazda 100 megavat quvvatdagi issiqlik hamda elektr energiyasi ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Bungacha 3-sonli turbo agregatda 50 megavat quvvatdagi issiqlik hamda elektr energiyasi ishlab chiqarilar edi. Investitsiya loyihasi doirasida uning quvvati 2 barobarga oshirilmoqda. Bu hududning elektr ta'minoti barqarorligini sezilarli oshishiga xizmat qiladi. Markazda amalga oshirilayotgan 15,5 million AQSh dollarlik modernizatsiya loyihasi o'z samarasini bermoqda. Yangilangan 3-sonli turbo agregat va zamonaviy bug' turbinasi hisobiga avvalgi yoqilg'i sarfi saqlangan holda qo'shimcha 100 megavat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratildi. Eng muhimi, markaz elektr energiyasi bilan bir qatorda issiqlik energiyasini ham ishlab chiqarishda davom etib, aholi hamda sanoat korxonalarini barqaror energiya ta'minoti bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu rekonstruksiya korxonaga qo'shimcha 100 megavat quvvat elektr energiya ishlab chiqarishga imkon beradi. Ushbu 100 megavat elektr energiya eski zaxirada turgan turbinalarni ishlab chiqqan bug'i hisobiga yangi zamonaviy turbina yana qo'shimcha 50 megavat elektr energiya ishlab chiqarib beradi. Misol uchun, Quvasoy shahrining soatlik iste'moli 7 megavatni tashkil etadi. Biz tomonidan 100 megavat elektr energiya soatiga ishlab chiqarib beramiz. Yillik 800 million elektr energiya ishlab chiqarib beramiz. Bu degani bir nechta tuman shaharlarni elektr energiya bilan ta'minlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu muhim loyiha mustaqilligimizning 35 yilligiga sovg'a bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, islohotlar energetika tizimida ham bo'y ko'rsatmoqda. Eski bloklar bosqichma-bosqich zamonaviy va energiya tejamkor yangi bloklarga almashtirilmoqda. Bu uskunalar kamroq gaz sarflagan holda ancha ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan texnik loyihalar Xitoy va turkiyalik malakali mutaxassislar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bugun amalga oshirilayotgan har bir yangilanish ertaga yanada barqaror, ishonchli va samarali energetika tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.